millat sükut ichida yo'q bo'ladi. Mash'al gruppasi. Yaqinqi mezgilda Xitoy kommunist hokimiyati yurtimiz Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq millatiga inson qalbidan chiqqan vahshiylik bilan zulm qilib, milliy qirg'inchilik elib bormoqda. Egelangan ma'lumotlarga qaraganda, hozir 4 millionga yaqin Uyg'ur va 500 ming atrofida Qozoq har xil jinoyatlar bilan natsist lagerlarga qamalgan bo'lib, jismoniy va ma'naviy jihatdan qiyin qistoqqa duch kelmoqda. Lager sirtidagilarning ahvoli buningdan qilishmog'idek bo'lib, har kuni ming o'lib tirilmoqda. Kunlari dakki-dukki ichida o'tmoqda. İzzat obro'yi, insoniy qadr-qimmati dafsanda qilinmoqda. Mana mushundoq ig'ir kunlar beshimizdan o'tayotgan bo'lsa-mu, muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlar ichidan vatandagi urug' tuqqanlari duch kelayotgan bu zulmga qarshi cho'qon ko'tardiganlar asosan degidek chiqmadi. Mana bu sukut sababidan xalqaro jamiyatga ovozimizni anglatolmadik. Qarindoshlarimizning ahvozarini, dod faryodini dalil isbot bilan keng jahonga yetkazolmadik. Bu sabab mashhur zotlarimiz, faxrlik o'g'lonlarimiz, ustozlarimiz, ota-ona, urug' tuqqanlarimiz tinsiz holda Xitoy tajovuzchilarining natsist jazo lagerlarida ko'z yumdi. Bizni bu zulmga sukut qilishga undigan sabab nima edi? Dushmandan kutgan marhamat, zolimdan tilagan insof edi. Mana bu xato tuyg'u bizni qarindoshlarga qovsizlarcha xiyonat qilishga ilib borgan edi. Qozoq qarindoshlarga qartilgan bostirish, assimilyatsiya, yo'qotish boshlanishi bilanla ularning chet eldagi urug' tuqqanlarining ijtimoiy taratqulardan unumli foydalanib, qarindoshlari duch kelgan zulmni jahonga anglatishi, qarindoshlarini yolg'iz tashlab sukut ichida turmasligi natijasida Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik darajasidagi yo'qotish siyosati, natsist jazo lagerlari xalqaro jamoatchiligining diqqatini tortishga boshladi va Sayron Gulning guvohligi bilan yuqori pallaga chiqdi. Natijada xalqaroliq mashhur gazet jurnallarda fashist Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati haqida maqolalar, dokladlar e'lon qilinishga boshladi. Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur vakillari guvohlik yig'ini o'tkazdi. 2018-yili 8-oyning 10-kuni muhojiratdagi Xitoy akademiklar, mashhur zotlar o'rtaq bayonot e'lon qilib, dunyo jamoatchiligini Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Shuning bilan birga o'xshash kunda BTT irqiy ayrimchilikni yo'qotish komitetining 96-qitimliq yig'inida fashist Xitoy hukumati Sharq Turkistonda elib berayotgan Uyg'urlarni xohlagancha tutqun qilish, natsist jazo lagerlariga qamash masalasi o'tirg'i qo'yildi. Naq maydonda javob berishga ojiz kelgan fashist Xitoy hukumati vakillari 13 avgustda javob berdiganligini aytib, naq maydonda javob berishdan o'zini qochirdi. Xulosalaganda, Sharq Turkistonda Uyg'ur va Qozoq qatorliq millatlar duch kelayotgan hayot mamatliq masala xalqaro kun tartibdan o'rin oldi. Hammaga ma'lum, xalqaroda dalil isbotlar muhim rol o'ynaydi. Gerçi
faşist Xitayning zulm va yo'qotish siyosatining eng baştaki qurbonlari biz Uyg'urlar bo'lgan bo'lsaqmi, necha yildan buyon namoyish elib berayotgan, qo'limizdan kelishicha tirishchanlik ko'rsatayotgan bo'lsaqmi, qozoq qarindoshlar elib borgan dalil isbotliq, guvohlik natija yaratgandek natijaga erishalmadik. Ularning guvohligi cho'ng rol o'ynadi. 1997-yili 5-fevral G'ulji qirg'inchilik bo'lganiga 21 yil. 2009-yil 5-iyul Ürümçi qirg'inchilik bo'lganiga 9 yil bo'ldi. Mana bu qirg'inchiliklardan necha 10 minglagan qiz o'g'illarimizdan ayrilib qolgan bo'lsaqmi, ular haqida bugungacha birər sonliq statistika elib berib, dalil isbot turg'izib chiqolmadik. Ta bugungacha Erkin Asiya radiosi aniqlab chiqqan Ürümçi qirg'inchiligida g'oyib bo'lganlarning soni 50 nafar atrofida. Xalqaro matbuotlarda hozirmi Ürümçi qirg'inchiligida hayotidan ayrilganlarning sonini 184, 46 nafari Xitoy, 138 nafari Uyg'ur deb ishiltiyotidu. Muhojiratdagi Xitoy Falun Gongchilar bo'lsin yoki Tibetlar bo'lsin, Xitoy ziyonkashligiga uchirg'uchilar haqida maxsus arxiv turg'izib, ularning uchurlarini e'lon qilmoqda. Munosabatlik organlarga yetkazib bermoqda va bu orqali ularning izdirkini qilmoqda. Qerindishim, agar vatandagi urug' tuqqanlaringizga ega chiqaydisingiz, bu qerindoshlaringiz haqidagi uchurlarni oshkorlang. Bugun ijtimoiy taratqulardan unumli foydalanib, ularning nidosini keng jahonga anglitishimiz kerak. Agar siz yana sukut qilsangiz, qerindishingizga foyda emas, aksicha ziyon yetkazgan bo'lasiz. Qerindoshlaringizning un-tinsiz yo'qolishiga, Xitoy yalmavizlarining yutib etishiga rozi bo'lgan bo'lasiz. Agar ularga yordam qilaydisangiz, tutib ketilgan qerindoshlaringizning ism familiyasi, yurti, mahalla, kimlik nomeri, yeshi, tug'ilgan vaqti, kasbi, qachon tutilgan, qayerga qamalgan qatorliq uchurlardan nimani qanchalik bilsangiz, shuni oshkorlang. Surati bo'lsa, unimi chiqarib ko'rsting. Xitoy tajovuzchilari iz qoldirmaslik uchun meyit ko'ydirish organlarini ko'plab qurib chiqdi va texmo kengaytiyotidu. Mana bular dalil isbot qoldirmaslikning bisharati. Bugungacha Xitoy hukumati Uyg'urlarning rasmiy nopos sonini e'lon qilib baxmadi. Buningdagi maqsad iz deraksiz yo'qotayotganlar ustidagi mas'uliyatdan qechish uchun. 2018-yil 8-oyning 13 kuni faşist Xitoy hukumatining zuvani bo'lgan yer shari vaqt gazetida Xinjiangning tinch muqimligini qo'g'dashning o'zi eng cho'ng kishilik huquqdir, sarlavalik maqola e'lon qilib, muqimlikni bahona qilib, Uyg'urlarni yo'qotishni va bu vaziyatni davomlashtirganligini jakarladi. Shunga vaziyat o'ngshilib qolar degan tama bilan dushmandan shafqat kutishni tashlab, qerindoshlaringizga ega chiqing. Bugungacha lagerlarga qamilib, aman esan chiqqan kishi yo'q deyarlik. Qerindishingizga siz ega chiqmasangiz, ularga kim ega chiqadi? Ularning haqqini kim himoya qiladi? Bugungi posiyarimiz kelajagimizni belgilaydi. Unutmang, sukut ichida millat yo'qoladi.